Kanalimiz a'zolari, bugun sizlar bilan biz suv qobiq gidrosfera haqida gaplashamiz. Demak, dunyoda suvning bo'linishi ikki qismga bo'linadi, ya'ni dunyo okeani va quruqlikdagi suvlarga bo'linar ekan. Dunyo okeani gidrosferaning asosiy qismini, ya'ni 96,5% tashkil qiladi. Quruqlikdagi suvlar esa 3,5% tashkil qiladi. Dunyo okeani demak asosan 4 qismdan iborat bo'lib, ular Tinch okeani, Hind okeani, Atlantika va Shimoliy Muz okeanidan iborat hisoblanadi. Quruqlikdagi suvlar esa 3,5% gidrosferani tashkil qilib, juda kam qism tashkil qiladi. Uning ham asosiy qismi demak Shimoliy muzliklar, ya'ni shimoldagi muzliklar Arktika, janubdagi Antarktida muzliklarida chuchuk suvning asosiy qismi to'planganligini kuzatishimiz mumkin. 3,5% ning 1,7% esa yer osti suvlaridan iborat hisoblanar ekan. Demak, gidrosferaning asosiy qismi sho'r suvlar va foydalanishga noqulayroq bo'lgan qutbiy o'lkalarda joylashgan hisoblanar ekan. Endi qanday holatda sho'r suv, qanday holatda chuchuk suv degan tushuncha ham mavjud. Agar 1 litr suvda tuz miqdori 1 grammdan oshiq bo'lsa, u demak sho'r suv, agar 1 gram bo'lsa ham bu chuchuk suv hisoblanar ekan. Endi quruqlikdagi suvlar, daryolar haqida gaplashamiz. Daryoning boshlanish joyi, bittagina o'zimizning O'rta Osiyoning eng sersuv daryosi Amudaryo haqida gaplashamiz. Amudaryo daryosi Pomir tog'liklaridan boshlanuvchi Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Endi daryoning boshlanishi, ya'ni Pomir tog'i uning manbai hisoblanadi. Amudaryo daryosi tekislikka chiqqandan keyin uning oqimi bo'ylab unga o'ng tomondan kelib quyiladi, demak Kofirnixon, Surxondaryo va Sherobod daryo. Chap tomondan Afg'onistondan esa Qunduz daryo kelib quyiladi. Bu daryoning irmoqlari hisoblanadi. Ya'ni daryoga yon tomondan kelib quyiluvchi kichik daryo hisoblanar ekan. Daryo oqimiga qarab turib uning o'ng va chap tomoni aytiladi. Demak, Amudaryo tekislik bo'ylab oqib boradida to bu tarafi Orol dengiziga quyiladi. Orol dengizida uning quyilish joyi daryoning demak mansabi hisoblanadi. Demak, boshlanish joyi manbai, tugash joyi mansabi hisoblanar ekan. Amudaryoning demak boshlanishidan to quyilishigacha egallagan umumiy maydoni uning daryo havzasi hisoblanadi. Demak, daryo havzasi umumiy egallagan maydon hisoblanadi. Amudaryo daryosi barcha irmoqlari bilan uzunligi 2540 kilometr masofaga teng. Endi uning havzasining maydoni 309,000 kilometr kvadrat maydonni egallagan hisoblanar ekan. Demak, daryolar mana shunday xususiyatga ega. Daryoning tekislikka chiqqandan keyin umumiy ravishda demak quyilish joylarida sekin oqishi delta shaklini hosil qilishi mumkin. Endi tog'li xususiyatda, tog'li hududda ilon izi bo'lib oqishini biz meandra deb ataymiz. Ya'ni tog'li hududda demak ilon izi bo'lib daryoning oqishini meandra deb atar ekanmiz. Daryolarning quyi qismida olib kelingan yotqiziqlar bu alluvial yotqiziqlar hisoblanadi. Demak, alluvial yotqiziqlarda eng unumdor tuproqlar vujudga kelgan hisoblanar ekan. Demak, mana misol uchun Zarafshon daryosining quyi oqimida unumdor tuproqlar bo'lganligi uchun aynan kartoshka yetishtirish, boshqa dehqonchilik ishlari uchun eng qulay hududlar hisoblanadi. Endi alluvial yotqiziqlar dehqonchilik uchun qadimdan ham juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Daryolarda cho'kindi tog' jinslarining cho'kishi ilk bor Beruniy qonuni ham deb ataladi, Abraham Beruniy tomonidan aytilgan hisoblanar ekan. Endi daryolarning tog'li qismida tik otilib tushishini biz sharshara deymiz. Kichik sharshara turini esa ostonalar deb ataymiz. Yer sharidagi eng demak baland sharshara bu Orinoco daryosidagi Churin irmog'idagi Anxel sharsharasi hisoblanadi. Demak, mana xaritada ham ko'rishimiz mumkin. Anxel sharsharasi demak balandligi 1054 metr balandlikdan otilib tushuvchi sharshara hisoblanadi. Bu yer sharidagi eng baland sharshara hisoblanadi. Yoki
yer sharidagi eng yirik sharsharaga e'tibor beradigan bo'lsak, yer sharidagi eng yirik sharshara bu Shimoliy Amerika materigida joylashgan hisoblanib, Eri va Ontario ko'llari oralig'ida, ya'ni mana bu yerda bir yilda 100 million, demak 10 millionlab sayyoh tashrif buyuradigan Niagara sharsharasi hisoblanadi. Bu yer sharidagi eng yirik, suv hajmi eng ko'p bo'lgan sharshara hisoblanar ekan. Undan tashqari, demak sharsharalar har xil xususiyatga ega hisoblanadi. O'zbekistonning o'zidagi eng yirik sharshara Sangardak sharsharasi, bu Surxondaryo hududida joylashgan hisoblanadi. Eng balanddan otilib tushuvchi sharshara hisoblanadi. Undan tashqari Afrikada mana bu yerda Zambezi daryosida mana kuzatishingiz mumkin, Victoria degan sharshara mavjud hisoblanadi. Victoria sharsharasi 120 metrdan otilib tushadi. Mauna Kea deyiladi. Endi gumburlovchi tovush hisoblanadi. Zambezi daryosida joylashgan hisoblanadi. Demak, sharsharalar mana shunday xususiyatga ega ekan.